Aka, bu nonlar svejimi? Ha, ukam sveji, hozir olib kelingan. Tagi qoraymaganmi? Aka, siz ham non olasizmi? Boya ko'rdim, anta oyog'ingiz zartiz, mashinangiz zartizda, endi nonni mana qo'lingizni ushlashingizni qarang, aka. Sizdan boshqa oladigan odamlar ham bor-ku. Ozgina farosatni ishlatish kerak lekin. Ha, ukam to'g'ri aytyapti-da, sendan keyin bu nonni kimga sotaman? Kerak emas sen nonlaring. O'zi, aka, mana shunaqa insonlar rostdan ham ko'payib ketdi. Oyog'ini artadi, qo'lini artadi, o'zini farosati yo'qda, lekin ahvol tirikchilik. Aka, to'g'ri aytyapsiz. Bunaqalar ham ko'payib ketdi. Ha desa o'zini ushlab olishgan gapi, klient всегда прав deb, o'zini прав deb biladi-da bular. Aka, hozir shu to'g'ri ish qildimi? Endi bu bolani qilgan ishini haqiqatan noto'g'ri, aka. Endi to'qlikmi, sho'qlikmikin balkim bilmadim. Bundan 30 yil oldin mashinani qotganiga ham zor edik. Mana endi mana shunaqa bolalar paydo bo'lyapti yoki mana shunaqa insonlar paydo bo'lyapti. Qorasi bormi, issig'imi, svejimi deb so'raydi. O'zinglarning fikringizni yozinglar. Hozir bu bolani qilgan ishi to'g'rimi?